Mana ikkilaringizga savolda. Agar sinfdoshlaringlar bilan Bu kim edi bu endi? 1 yil maktabda boshqatdan o'qish imkoniyati bo'lib qolsa, qaysi sinfda o'qirdinglar? Qaysi sinf? Men anaqada bir sinfda o'qigan bo'lardim. Nimaga? Qizlari chiroyli bo'lganda. Unda siz anaqangiz bo'yicha ketadigan bo'lsa yoki men boshqa maktabda o'qigan bo'lardim. Qizlarning maktabida Meditsinskiy maktabda. Buni bilasizmi, yaxshi tomoni bor. Hamma böyle oqibatli choyxonaga zo'r yig'iladi lekin. Ahlida qiyin-da. To'g'ri, meni ham sinfdoshlarim hozir agar ko'rayotgan bo'lsa, G sinfda o'qiganman. G'irt G sinf bo'lganda iborat tavba qildim. Bittasi ham yig'ilmaydi. yo'q. Kelmaydi choyxona. Hamma birdigilardan komment kutamiz endi. Ana farqi yozuringlar.